Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Mana shuni o'zi, mana shu bola meni kirgizdi, mana shu bola. Jim turib turing. Toshkent shahar kibir jinoyatiga qarshi kurashish bo'limidan G'ofurov bo'laman. Kursdoshingizda aytishi bo'yicha taqiqlangan saytga siz kirgizibsiz uni? Gap bu odam edi. Yo'q, men hech qanaqa saytdan ro'yxatdan o'tkazganim yo'q. Bu o'zi nabarot meni ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'ldi. Men endi nima narsaligini bilmadim-da, men uncha tushunmayman to'g'risi. Keyin ro'yxatdan o'tmadim. Aldayapti bu. Buni o'zi birga o'tirdik. Billa qildik shu ishni hammasini. Face ID'lardan ham o'tkazdi meni hammasidan. O'zing o'rgatding-ku hammasini, billa qildik-ku. Qo'ygan, rostini gapirgan, o'zing o'tkazding-ku. Siz biz bilan ketasiz. Sizdan esa hali ko'rsatma olamiz. Rahmat sizga. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ya, yaxshi keldim. Rahmat. Adasi. Senga zo'r narsa olib keldim. Ha? Rahmat, bugun kunim zo'r o'tdi. Aslida sizga rahmat. Meni aylantirishga olib chiqdingiz. Maza qildim. Qara, senga ishonsam bo'ladimi? Ya'ni Bitta narsada yordaming kerak edi. qo'limdan kelsa, albatta yordam beraman. Qisqasi, bitta odam bor. O'zi oilali, lekin shu yosh qizlarni aldab, pulni olib yuradigan odamda. Kimdir uni ham jazosini berish kerak-ku. Sizga yordam beraman. Kimligini bilsam bo'ladimi? Bitta tanishimni ham aldaganda, shuning uchun senga ko'rsataman hozir. Hozir. Mana. Mana shu odam. Bitta rejam bor.